Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga naggetsi kurinni, tovuqli naggetsimizni pishirishni ko'rsataman. Yarim tayyor mahsulotlarni pishirish uchun bizga ko'p miqdorda yog' kerak bo'ladi. Yog'imizni mahsulotimizni ko'milgan holda frityur vazifasida pishirish kerak. Plitamizni balanga qo'yamiz va bu mahsulotimizni termostat bilan o'lchashimiz mumkin. Bizga 175 daraja kerak bo'ladi. Yog'imizning darajasi 180 ga chiqib oldi. Endi mahsulotlarimizni qo'shib bo'ladi. Yarim tayyor tovuqli naggets mahsulotimiz tayyor bo'ldi. Tagiga bambuk yaprog'idan qo'yib naggetslarimizni shu tarzda terib olamiz. Mahsulotimizni ikki xil sous bilan bersak bo'ladi. Achchiq tomatli sous va smetana, zelin, sarimsoq piyozli sousimiz. Qovurilgan tovuqli naggetsimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.